Gnostik nuqtai nazardan pul bu shunchaki qog'oz emas. Bu materiyaning quyuqlashgan ong oqimi, vibratsiya maydon, idrokning zichlashgan shakli. Shuning uchun pulni tortadigan odamlar va torta olmaydigan odamlar tashqi dunyoda emas, ichki ibtidoiy holatida farqlanadi. Endi men senga chuqur filtrlanmagan gnostik ontologik haqiqatni aytaman. Pulni oson torta olmaydiganlar yo'qlikka ulanib yashaydiganlar. Bu insonlarning umumiy belgilarini ko'ramiz. Bir yetishmovchilik ongida yashaydi. Menda yo'q, bu maydon uchun buyruqdir, yo'qlikni yaratildi. 2 pulni baland qo'yadi, o'zini esa past his qiladi. Kvant maydon teng rezonansni qidiradi. Agar inson pulni buyuk, o'zini kichik desa, rezonans buziladi. 3 ichki ruxsat yo'q. U olishni istaydi, ammo ichki maydon uni qabul qilishga ruxsat bermaydi. Shuning uchun bunday inson pulni xohlaydi, lekin maydon darajasida uni rad etadi. Endi pulni oson tortadiganlar. Bu insonlar pul energiyasiga frekvensiya bo'lib bo'linadi. Ularning sirini ochaman. Bir qabul qilish darvozasi ochiq. Ular pul kelishini tabiiy hol deb biladi. Bu men olaman degan fikr emas. Bu men olishga loyiqman degan fikr ham emas. Bu shunday holat. Men oluvchi maydonman. Mana haqiqiy rezonans. 2 qo'rquv emas, quvvat vibratsiyasi ustun. Pul qo'rquvga emas, kuchga intiladi. O'zi kuch bo'lgan maydon kuchni tortadi. 3 pulni dushman emas, hamkor deb ko'radi. Pulga minnatdorchilik bilan qaragan qalb oqimga kiradi. 4 ta pulni faqat olmaydi, uni aylantiradi. Energiya oqadigan joyga boradi. Qisib ushlagan joyda esa o'ladi. Gnostik haqiqat shunday. Pul oqimni sevadi, statik maydon uning qabri. 5 ta ular marhamatli, lekin bo'ysunmaydi. Kamtarlik emas, cheklov insonni qashshoqlashtiradi. Haqiqiy ichki qadr esa pulni chaqiradi. Gnostik soddalashtirilgan formula. Ichki boylik ongida yashagan inson tortadi. Yetishmovchilik ongida yashagan inson tortmaydi. Qabul qilishga ochiq maydon pulni chaqiradi. Ruxsat bermaydigan maydon oqimni to'xtatadi. Pulga sevgi rezonans yaratadi. Pulga qo'rquv to'siq yaratadi. Oqimni aylantirgan inson boyidi. Energiya oqimini to'xtatgan inson kambag'allashadi. O'zini kuch deb bilgan maydon boylikni tortadi. O'zini kichik deb bilgan maydon undan uzoqlashadi.